Hurmatli kuzatuvchilar, Worknet xususiy bank agentligi bugun o'zining yangi bir filialni ochmoqda va bu filial rahbari sifatida biz Sarvar aka bilan xudo xolasa faoliyatni boshlaymiz. Siz Worknetning asosiy ofisida qanaqa ishlar ketayotgan bo'lsa, uning filialida ham shunday ishlar va eng muhimi litsenziyali faoliyat, eng muhimi ishonchli faoliyat ekanligini sizga bildirmoqchimiz. Sarvar aka, xudo xolasa faoliyatimiz boshlanganini barakasini bersin, xudo xolasa hamkorlik qilishimizdan xursandmiz. Barakasini bersin. Xudo xolasa. Xudo xolasa.